Yashnobod tumani So'riklet mahalla navbatdan xonadon olib keldik. Bu uyimizda 3,5 sotuv, 6 ta xona, 2 ta sanuzul, 135 kvadrat. Svet, gaz, suv, kanalizatsiya hamma narsa bor. Shuna metroga 400 metr yaqin bo'lgan xonadonimiz. Ko'ringlar, narxi zo'r. Ko'rishingiz mumkin, bu yerga bemalol 2 ta 3 ta mashina sig'adi. Tashqariga ham bitta mashina qo'ysanglar bo'ladi. Bu shunaqa chiroyli zo'lama qilib qo'yishgan, tayyor qilib. Bu xonamiz hammasi alohida xona. Narxi lekin vashdan chiqadi. Narxi 165 ming deyishyapti. Yana ham kelishtirib beradi. Ko'ringlar. Men topa olmadim ismi-ku. İşon sensiz bir an ham yashayolmayman. Beg'uborliging oldida bosh egaman. Saratonga soya, tunga oy kerakdek. Sen menga keraksan, ismi-ku. O'rta bizda oshxona. Bu yerdan ham kirsa bo'ladi, bu yerdan ham kirsa bo'ladi.